Qayerga bilan yana bir gaplashamiz. Yana Akmal akaga keldim sotgan eding. Gaplashamiz. Nechi pulga oluvdim? 85. Noto'g'ri tushunmay. Aldamadi sizga. Endi aytmoqchi edim. 85 ga oluvdim shu ochdim dedi. Aldamadi. Aldamadi. Aka oxiri biza chiqardik shuni. Maylaga bormang. Chetroq. Esladingizmi? Bu yigitni? Vobsham boshqa. Ya, men akamdan so'rayapman. Siz baribir video tushasizki. Sizga bijerda qo'yib qo'yamiz. Yo'q, video chiqmayapti shuni. Tanga tayyorlash bo'ldi. 4 kishi birdan baraka berdi. Bu kishi bilan yana bir kishini oldida. 2 kishi tanga tayyorladi. Tangadan bir o'tib chiqdi. 80 millionga olinadi. Esladingizmi? 2019 avtomat. Keyin bir olib ketdi. Generalni qilganlarda o'sha egani nomerini olmagan ekansiz. Bormi? Bor. Yana bir gaplashib ko'ramiz. Telpasutdagi ega. Gendan keyin yozilmaganmi? Yo'q, yendan yozilgan. Davermasa. Yo'q. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Nechi pul deymiz aka? Shu ona qilgan shu xudo olib chiqdi. Go'y mashinalar shunday bo'ladi-da. Barakali keladi-da. Oldin ham sotib 1 million olganmiz, yana sotib yana 1 million. Kim bilan u yoq bitta qayda yana olib kelsa yana 1 million deganda. Kapot kraska edi. Rasxod qilganman, endi aytyapman. Ya, u rasxodlar ketdi. Balonlar yo'q, hamma Nechtayingiz? 3 oy bundan aka. 3 oylik arenda puli ham bor, uni minus qilamiz. Bittang ham. Nega to'rtta yangi balon bu yo'q, hamma avtomat motor almashgan, hammasi shu. Pul kerak qoldimi yana? Kerak qoladi. Lekin bitta narsa aldama 5 ketdim, olgan narxim to'g'ri. 85 million oldim. Roma arkasiga. Video olmayaptimi? Bloger ekan. Bloger ekanda. Men bloger ekan. Mana bu to'g'ri keling, endi olmayapsizki, meni olishadi-da. Tushundim men sizni. Aka, realligining necha pul bo'lsa berasiz? Sizdan nima deyman aka? Aytavering, men shuncha sotmoqchiman deng. 85 bo'lsa beraman. Endi qarang, bitta narsa bor. Bilasiz, ismingiz nima edi? Bugun savdo qilsam, erta qaytib kelsa, u narxga olmayman deyman, a? Lekin men olganman 85 ga. Bu degani yana 85 ga olmayman. 3 oy oldin bo'lsa ham olganman, to'g'ri o'sha paytdan zo'r arzon olganman. Ana yoshirish hojati yo'q. Nima odamga aytsa ishonmaydigan narxga olganman. Shuni sizga berganman. Yomon narsa so'ramayman, bir gapda. Shu moshin. Bo'ladi desangiz borki, pasam so'ramayman, faqat bir narx so'rayman. Bir marta so'rayman, martcha ketib berolsangiz olaman. 82 million bo'lsa olib qolaman. Mana ochiq yuring. Martga mart, dalga dal o'zimdan olib, meni shuncha hurmat qilib, yana o'zimga sotgani kelganingiz uchun. Uzr, gapingiz. Aka, rasxodlik to'rtta balon hammasi yangi chotga chiqib chiqqan. O'sha umuman aybi yo'q aka. Mindim, haqiqatdan baraka topib mindim. Baraka topib mindim. Lekin hozir pul zani sotyapman. To'rtta balon yangi qo'ydim. İlk o'rlamar zat almashtirdim. Monitorni qo'ydim, chexol qo'ydim, mejigar polit qo'ydim aka. Tepas ko'ringmi? O'zim uchun qildim, endi prosta meni ko'rsin demoqchi. Kim ko'rsatyapti aka? Instagramga turibsiz, buni savdosi, birinchi savdosi ham. Kim ko'rsa aka hammasini dakazati cheki bilan turibdi. Xohlasangiz yo'q, avtomatga Auksiondan chiqqan. Auksion bayonnoma yozib qo'yibdi-kan. Chinda? 25.04. 8. Yo'q. 2018. Men buni aytaman. 2025.04. Kuzov 19, lekin texpasport hisob 18 deb savdo qilamiz. Lekin yomon so'ramadim. 82 million. Zo'r so'radilar. Addishi shu kunlik kunga men bitta narsani yana ham aytolman, siz e'tibor qilmayapsiz. O'zimdan olib, yana o'zimga kelib, hurmat qilib kelgan so'ramadim. Men o'zi 70 dan boshlab 78 gacha so'rayman dedim. 82 million bir so'rashdan so'radim, bir narx aytaman deb. Aka, mayli qilingan narsa qilindi, o'tgan narsa o'tdi. Odam och qolsa ovqat yeydi, u ham rasxod. Rasxodni aytmang. Hamma narsa rasxod bor. Bo'ldi, shu mashina meni baraka topdingiz. Mindim 3 million arzonga sotdim, zato deng. 3 oyga 1 milliondan minus yeding. lekin aka balonlar rasxodlar qilgan. Ya, endi to'g'ri. 3 oydan beri ham ovqat yedingiz-ki. Yo'q, endi rasxodlar bor aka, to'g'ri. Endi u rasxod bo'ladi. Yomon so'ramadim men. Zo'r so'radim. 82 million bo'lsa, 2018 avtomat zo'r narx so'radim. Rozi bo'lib bering. Baraka.
Uva, boshimni ustiga tushib kelmadingiz-a? Jo'ra aka bir oydan beri kelaman nima sizga? Birov bo'ldimi? Ya o'zi staj ko'payib qolibdi-da. O'sha bu safar ham mana yaxshi sotildi. O'tgan safar olingan paytda ham bu birinchi safar savdosi Instagramda turibdi bu mashinada. Men rasxod qildim, to'rtta balon. Men bu odam shunday kurashgan. Shu odam bilan yana 5 kishi. Kurashganda kurashaman-da. Tanga o'shandan chiqdi-da. Qayerdan sizniki? Qarshida. Hech nima ishda. Ustama? Usta. Qarang usta. Kapotda kraska bu mashinada ko'rib endi eslaganimcha aytib beraman. Ikkita orqa kalinka sepilgan edi. Bitta krilasi kraska bor edi. Yarmi sepilgan ekan. Ha, to'liq sepilmagan edi. Lekin mashina navorat qilingan edi. Monitor, Mejigar bo'lib monitorni qo'ydim. qo'ya, hozir qilingan zaten. Rol bor edi. Rol bor edi. Eslayman, asta-asta. Yuring bundaroq. Arzon Almashgacha 2 bilan turibdi. Karobka materiallarni almashtirgansiz. Yo'q, yemaydi. 2019 mashina Chesda kuzib turibdi raqamlari bilan, lekin texpasport 18. Endi 18 da aytiladi. 18 avtomat yurgani qanchani? 2 ruble. 2 kilo yurgan 200 ming navratlari bor, o'zi yarasha, ja ko'p emas, ja kam emas. Ko'rish holatini. 82 million olindi, 83 million bo'lib sizga o'tibdi. 1 million qo'yib sotdim. Rozimisiz shunga? Aka 1 million qo'yib sotdim yana, Abdusha rozi bo'lasiz. Unda oldi sotdi bo'ladi. Bitta genni o'zingiz bir so'rab Endi 50 unisi. 50 da so'rab qarang, gen chiqsa chiqdi, chiqmasa olib sotdi qila olasiz. Shag'ir ham aytib Nega o'tay. hech qanday e'tiroz bildirmaysiz? Shunday. Bu ham aytishtirib berib turamiz. Nomeri bor ekan, bir gaplashib ko'raman qo'ldan kelgan. Aka men Registratsiya qilib bermaydiganim aka nomimizga o'tkazib olish, shtrab keldi-ku, unga ballikka ol. Surxondaryolik